Davlatimiz rahbarining 2024-yil 15-noyabrda qabul qilingan umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa fani o'qitilishini tubdan takomillashtirish hamda shu fan o'qituvchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bu yo'nalishda yangi bosqichni boshlab berdi. Qaror ijrosini ta'minlash maqsadida hududlarda oylik tadbirlar tashkil etilmoqda. O'quvchilarni musiqa va san'atga keng jalb etish, ularning qobiliyati va iqtidorini ro'yobga chiqarish maqsadida umumiy o'rta ta'lim maktablari bilan bolalar musiqa va san'at maktablari o'rtasidagi integratsiya negizida Namangan viloyatida ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Joylarda o'tkazilayotgan ijod maskani turkum tadbirlari doirasida xalq cholg'ulari oyligi o'tkazilishi belgilandi. Unda eng yaxshi natija ko'rsatayotgan iqtidori bilan nafaqat milliy, balki jahon san'atida ham o'z o'rnini topayotgan o'quvchilar va maktablar tajribasini ommalashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. To'raqo'rg'on tumanidagi 9-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi ham ana shunday iqtidorli yoshlarni kamolga yetkazayotgan ta'lim maskanlaridan biri sanaladi. Oylik doirasida bu yerda xalq cholg'ulari bo'yicha o'quv ijodiy seminar o'tkazildi. Seminar davomida xalqaro tanlov va festivallarda muvaffaqiyat qozonayotgan o'qituvchi va o'quvchilar tajribalari amaliy mashg'ulotlar orqali namoyish etildi. Vazirlar Mahkamasining 2016-yil 5-maydagi 144-sonli qaroriga asosan bolalar musiqa va san'at maktablarining nizomi tasdiqlangan. Bu nizomda 14 ta yo'nalishda faoliyat olib boradi. Bolalar musiqa san'at maktablari, undan 10 ta yo'nalishi musiqa yo'nalishi bo'lsa, 4 tasi san'at yo'nalishi. O'zbek xalq cholg'ularining asosiy fundamental markazi hisoblanadi To'raqo'rg'on tumani. Aynan To'raqo'rg'on tumanidagi 9-sonli bolalar musiqa san'at maktabida Ibrat domla yasagan 100 yilga yaqin dutor mavjud. Musiqa va san'atda har bir cholg'uning o'rni beqiyos. Kuy maromini yurakdan his etib ijro etish uchun sozandaning mahorati, uzluksiz mashq va albatta ustoz shogird an'anasi katta ahamiyatga ega. Bunday tadbirlar esa ijodkorlar o'rtasida tajriba almashish, mahoratni oshirish va yangi g'oyalarga ilhom bag'ishlashda muhim o'rin tutadi. Bugungi seminardan maqsad esa shu xalq cholg'ulari yo'nalishini rivojlantirish. Xalq cholg'ulari oyligini bugun Namangan miqyosida, ayniqsa To'raqo'rg'on miqyosida butun viloyatga ommalashtirish, bu yerdagi o'qituvchilarni mahoratlarini keng, boshqa musiqa maktabidagi o'qituvchilarni tajriba almashtirish, ularni malakasini oshirish, birgalikda integratsiya qilish, bolalarimizni bir-biri bilan birgalikda hamkorlikda ishlash bo'yicha amalga oshirilyapti. Bu turkum tadbirlar yil davomida davom etadi. Bu kabi seminarlar faqatgina ustozlar uchun tajriba manbai bo'lib, balki o'quvchi yoshlar qalbida ijod, izlanish va o'z ustida ishlashga bo'lgan rag'batni ham yanada kuchaytiradi. Musiqa oldidagi mehr va mas'uliyat tuyg'usi esa ularning kelajakda yetuk san'atkor bo'lib shakllanishda muhim o'rin tutadi. Bu Xulkar Ismoilova, Namangan.